Assalomu alaykum qadrli do'stlar, bizni kuzatib boruvchilar. Aroqchi akalarimiz haqida bir ajoyib she'r kelib qoldi, shu she'rni e'tiborlaringizga havola etaman. May tugaguncha qadrli shisha, u tugagach uloqtirar uni hamisha. Men achinmayman may zavoliga, hech kimsa tushmasin shisha hol. Ko'zlarda shirakayf o'lchamasdan ichamiz, ming gradus bo'lib ketsa boshqa qizni quchamiz. Ayollar g'iybat qilib nega bunchalik tez deydi, mana biz uyda turib boshqa qizni quchdik. Xotinni zo'ri tushsa sen ichmayin o'l deydi, oyoq qo'li qaltirab hali ham pullaydi. Darvozasini taqillasang oyoq qo'ling loy deydi, borib yotaver asfaltda joy. Shuncha ichgan erkakka birov rahmat demaydi, ichvaganda arazlab ayollar ham kelmaydi. Ayollar to'g'ri tushunsa, maladiz boboy desa, qani o'g'lim 100 gram dadangga da'vat. Har kuni 100 ta bo'lsa, yoningda 100 bo'lsa. Erkak zoti ichganda ayol shirin so'z bo'lsa, o'shanda totuv bo'lib sira janjal bo'lmaydi. Erimizga gap yo'q desa, dushmanlar ham kulmaydi. Erkak uchun aroq bor, doim 50 ichamiz, 1000 gradus kayf qilib uy to'rida yotamiz. Azizlar, bu she'rimizda obrazga kirib aytmasam menimcha chiroyli chiqmaydi, aybga bermaysizlar, shuning uchun obrazga kirib aytdim. Bahosin o'zlaringiz berasizlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat.